2015-yilda ishlab chiqarilgan, narxi $4650 beriladi do'stlar. Oldi orqa stoykalar hamma joyi butun, usulitrigacha radnoy, tog'orasigacha radnoy do'stlar. Hech qanaqa uddar-puddar bo'lmagan. Xo'p, 4ta-5ta joyda petnolar bor ekan, o'zingiz uchun kelib tekshirib olasiz. Xo'p, Krilosda mana kosmetika yoki bo'lmasa sefa oladigan joyi bor. Balon holati 70-80% yaxshi holatda. Egalarning aytishlari bo'yicha motor umuman moy yemas ekan, xudo xolasa. Hadovoyda qilinadigan umuman ish yo'q ekan. Mana orqalar kursini ham ko'rsatib yuboring. Chiroyli holatda turibdi. Mana bagajni ochamiz. Keling. Yuvilmaganiga xudo xolasa 1 yil bo'lgan bo'lsa kerak orqa bagaj. Hop, mana boltlargacha radnoy turibdi. Germetikalari mana. Germetikalari, orqa bagaj germetikalari mana tepalari hammasi radnoy holatda turibdi do'stlar. Olasizlar, tayyor minarkansizlar. Orqa balonlari mana yaxshi, zo'r holatda turibdi. Tishlari ham salon holatini ko'rsatib yuboring. O'zingiz uchun bitta ximsiga qilib olsanglar, yaxshi holatga kelib qolar ekan. Mashinamizda Magical Pult, hop, Pioneer Mafon, video registrator hammasi bor ekan inshaalloh. Olarkansizlar, tayyor minarkansizlar. Men ko'rdimki, shu oldi faran shishasini shunday almashtirib yuborasizlar. Bitta bamper septirib olsanglar, $100 xarajati bor. $4650 ga 465 ming probeyda. Xudo xolasa moy yemaydi deyishyapti. Generalniy doверенность ham berilar ekan akalarim. 2015 bosib yuboradigan joy akalarim. Videoga bitta like bosib, Spark'ga o'zingiz oling. O'zingiz ola olmasangiz, shunda do'stingizga ulashib qo'ying. Siz sababchi bo'lib qolasiz. Bosing akam.